Hammaga hello bola va YouTube doshlar, obunachilar. Короче, bugun sizlarga Minecraft modni o'rnatishni o'rgataman. Unday bo'lsa, agar video yoqsa, videoga bittagina like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi navbatda YouTube'ga kirib, YouTube'dagi mana profilimga o'tib olasizlar. Bitta prosmotrdan bitta like bo'lsa, bitta profilimga o'tib olasizlar. Mana shu yerda obunani bosasizlar. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yasizlar. Har bitta videoni ko'rib turasizlar. Va xohlagan bitta videolarga kirib, videoni ham ko'rishingiz mumkin. Keyin bu yerda mana havola degan joy bor. Mana shuni ustidan bosasizlar. Mana shuni. Ko'rdinglarmi? Ko'ringan bo'lsa, ko'rmagan bo'lsa, mana qilinglar uchun mana shu qizilning ichidagi. Mana shu. Ustidan bosasizlar. Keyin bu yerda Minecraft modlar deganim bor. Mod kanal Telegramda. Mana barchasi telefonga tushadi. Ustidan bosamiz shuni ham. Mana kirib ketdi. Keyin Telegramga olib kirib ketasizlarni. Keyin mana kirib ketdi. Endi bu yerda har bitta modni tashlab boraman. Har bitta videodagi modni hali endi yangi ochilgan akkaunt. Bu yerdan hozir sizlarga modni qanday o'rnatishni o'rgataman. Mana shuni ustidan bosasizlar. Mana shuni yuklab olish bo'ladi. Mana shunaqa tushunmaydiganlar uchun yuklab olib, keyin mana shunaqa chiqib keladi. Ustidan bosamiz. Minecraftga olib kirib ketdi. Ko'rib turganingizdek. Xo'sh, Minecraftga kirib oldim. Xo'sh, davom etish. Keyin bu yerda настройка degan joyi bor. Bosamiz. Настройкаdan. Keyin pastroqqa tushirib, bu yerda bunaqa Globalniy resursov degan joy bor. Shuni ham bosamiz. Biroz o'ylanadi. Keyin bu yerda bunaqa joy chiqadi. Mana shu. Mana shunaqa shuni ustidan bosamiz. Agar bu yerda mod ishlamayotgan bo'lsa, qaytib chiqib ketamiz. Menda mod uncha ishlagani yo'q, lekin ishlashi aniq. 100% garantiyasi bor. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Qanday qilib modni o'rnatishni. Agar shu yerda shunaqa chiqmasa, bu yoqdan chiqadi. Sizlar ko'rib olinglar. Agar chiqsa, sizlarda o'sha modni ustidan bosasizlar va aktivatsiya degan tagida chiqadi. O'shani ustidan bosasizlar. Tuling qilib tepadan keyin mana bu mashitdan narsa chiqadi. O'sha chiqqanidan so'ng mod yuklangan bo'ladi. Keyin buni kartaga ham yuklash kerak, bo'lmasa kartada ishlamaydi. Mana shunaqa ko'p o'ylanib turadi bu. Xo'sh. Bo'lmasam FPS hozir 80. Mana FPS ga qaranglar. Ko'rsatib turibdi. Mana chiqdi. Bu yerdan chiqamiz. Общий. Keyin играть. Xo'sh, so'zdat mir. Agar karta bo'ladigan bo'lsa, karta yuklanadigan bo'lsa, mana shu yerda bosasizlar. Keyin mana shunaqa kristal, mana shunaqa kartani ustidan bossanglar, oddiy mir yaratgandek yaratib ketaverasizlar. So'zdat mir. Pastga tushirib, chiti degan joy bor mana yerda. Mana. O'shani ham yoqib qo'yasizlar. Pastroqqa tushirib yana aktivatsiya bo'ladigan narsalar mana modlar. Mandagi mana shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda aktivatsiyasi yo'q. Hali uncha hech qaysi bo'lmagan. Dostupni bu yerga o'tadigan bo'lsak. Bular ham modlar. Просто mana nabor resursov degan joyga bosasizlar. Keyin mana shunaqa dostupni degan joyga bosib, o'zingizga kerakli modni o'rnatib olasizlar. Masalan, men bu yerdagi hamma modni o'rnatib beraman. Mana. Просто mana yerdagi menga realizm kerak emas, HD kerak emas. Bu настройкасы bor ekan. Oxirigisida turibdi. Strukturi bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Ichiga o'tib, tvorskini bosib, so'zdat. Все. Sizlarga hozir mana shunaqa modlarni o'rgatyapman.
Короче, bo'ldi. Agar video sizlarga yoqadigan bo'lsa, aytganimdek, boya ketganimdek, degina mana shunaqa hop like-ni bosib qo'yinglar. Shu video 50 ta like yig'sa, Minecraft mana shunaqa Minecraft skachat qila olmaydiganlar uchun skachat qilib beraman. Buni ham o'rgataman. Agarda obunachimiz soni shu oyning oxirigacha 500 ta bo'ladigan bo'lsa, tekinga akkauntlarni YouTube kanalinglar bo'lsa, reklama qilib beraman. Tekinga, tushunyapsizlarmi? Bu sizlarga shans degani. 10 ta omadli obunachimni kanalimda har bitta videoda reklama qilib beraman. Mana shunaqa ichim qissa, mana shunaqa qilib yasab o'tiraman. Xo'sh. Hop, buni bunaqa qilamiz. Buni bunaqa qilib bu yerga obuna. Keyin xo'sh. Bo'ldi. Mana YouTube kanalim. Haha, ko'rdinglarmi? Mana YouTube kanalim. Mana shunaqa mana bu yerda video chiqib keladi. Всё. Bera obuna deb yozamiz. Obuna. Voy, yozib bo'lmas ekan. Xo'sh, kiraversinchi. Komplitso, mana bunaqa ekranda chiqadigan zapislarga e'tibor qilmanglar. Telefonning o'zida ekran zapis yo'q, shuning uchun bunaqa qilaman. Amiga Blade PA. Sub to my Amiga Blade. Aytgancha Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha yerda faqat modlar tashlanib boradi, to'xtamasdan. Da hop buni bu yoqqa qo'yib, hozir video biroz to'xtaydi. Kirgandan keyin yoqaman. Mana kirdi, sazda. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa qo'linglarga kartalar berib tashlaydi. Mana realizm, ko'rdinglarmi? Bizga bergan hozir nimada bu? Daraxt. Chip bu ham. Xo'sh, bilan joylashtirib yuboramiz. Bular kerak emas bizga. Buni bosib pastga tushiradigan bo'lsak, taxxuya modlarimiz bor. Hozir sizlarga mana ko'rdinglarmi? Branelar har xil. Bunaqa narsalar ham bor ekan. Bularni ko'rmagandim lekin. Mashinalar bor. Mana. Haydab ko'ramiz. Buni qanday haydash hali o'zim ham uncha tushunmadim, lekin haydasa bo'ladi. O'ynaga qaranglar. Chiroyli. Mana shunaqa videolar uchun, katta chiroyli videolar uchun mayta o'yinchoqlar ham bor. Mana. Ko'rdinglarmi? Xo'sh, bu yerda qarmoq, bel, arqon, eshik. Qanday eshik? Sizlarga hozir yana bitta narsani ko'rsatayda, bittada uy qurishni. Xo'sh, mana uylarimiz. Xolaganimni olib qo'yaman. Bu monster bular. Sizga hozir monsterlar shart emas. Sham, chiroq, ko'p narsalar bor. Hali modlarni ko'pisini tashlab boraman. O'sha modlardan sizlar mana shunaqa modlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Shunda har bitta tashlangan modni ko'rib borasiz. Stul bor ekan. Men hali bu modga uncha e'tibor qilmagandim. Mana bu branelarni kiyib olsa bo'ladi. Chiroyli bo'lib olsa. Ko'rdinglarmi? Ideal. Minecraft. Xo'sh, bu uyni bosamiz bitta. Uy sirasi yasaladi. Bu kiyimda mana shunaqa nima bor ekan? Xo'sh, mana uyni ko'rdinglar. Bittada yasaldi. Agarda sizlar ham mana shunaqa uyni mana shunaqa. Xo'sh, mana o'tiribdim men. Ko'rdinglarmi? Uyi bo'lib. Mana shunaqa. Короче. Hammaga hello. Bu yoqqa kel. Like bos. Hey. Все. Ko'rdinglarmi? Endi bu yerga shutlarni qo'yamiz. Mana choy ichadigan joy tayyor. Ko'rdinglarmi? Bu nima endi?
O konditsioner bu. Bu da konditsioner bu. Konditsioner ham bor. Xo'sh. Yana nimalar bor? Cheat modimizda sizlarga monsterlarni ko'rsating, armon bo'lib qolmasin. Bunlarni ham ko'rib olib, bulardan ham nima qilsanglar bo'ladi. Foydalansanglar bo'ladi. Xo'sh, pastroqqa tushiramiz. Yana nimalarimiz bor? Mana bunaqa benzin quyadigan har xil balobattarlar. Mana digirjak. Bu yerga qo'yamiz. Mana shu mashinalar qanday haydashni o'rganib olishim kerak-da. Hop, mana. Sariq mashina. Yurmaydi-da bu. Buni bu yoqqa olib, buni bu yerga qo'ysak. U faqat bunda yurar ekan, shunga hayron qoldim. Mana qaranglar. Boshqacha modlarni ham tashlab qo'yaman. Mana shunaqa qilib. Ko'ringlar. Chiqardi. Короче, bolalar, video sizlarga yo'qdi degan umiddaman. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizning imperiyamizning 3-qismi yaqinda chiqadi. Barkim tushishiga qaranglar. Короче, hammaga ciao, kakao. Hop, buni rasmga olaylik. Chiqirk. Все. Xayr.